El-Usul min ilmil usul degan darsimizga xush keldinglar. Biz bugün el-mufti ve el-mustafti, fatva bergücü ve fatva so'g'uchi degan tema haqida to'xtalamiz. Davos biz darsimiz başlaylı. Bismillahirrahmanirrahim. Mufti degan kim? Biz hammamiz bilgandek, huvel muxbiru an hukmin shar'i. O shar'iy hükümden xabar bergücü. Yani shar'iy hükümni deb bergücü, xabar bergücü bir adam, alim. Mustafti degan kim? Huve sail an hukmin shar'i. Shar'iy hüküm to'g'risida so'g'uchi. Endi fatvanın şartları var. Şurutul fatva, fatvanın şartları yeşteritu li cevazil fatva şurutun minha. Fatvanın to'g'ri bo'lishi uchun bir qancha shartlar shart qilinadi. Uning qatoridan birinchisi ayyakunal mufti arifan bil hukm. Muftiningki hukmni bilgichi bo'lishi. Qanday jihatda, qanday shaklda bilgichi bo'lishi? Yaqinan, jazmi holatda bilishi lozim yoki eng kuchli zan bilan bilishi lozim. Agar yaqin bilmasa, kuchli ko'z qarashi bilmasa, shak bilan deyishga bo'ladi, bo'lmaydi. Nima ish qiladi? Va illa vajiba alayhi tavaqquf. Agar unda bilmasa, to'xtash vojib bo'ladi. İkincisi, ayatasavvara sual tasavvuran tamman liyatamakkana min al-hukmi alayh. Sualni to'liq tasavvur qilishi lozim. Uning hukm qilishga mumkin bo'lishi uchun. Chunki hukm bir narsaga hukm qilish, uni tasavvur qilishning bir parchasi. Shuning uchun tasavvur qilmasdan hukm belgilab bo'lmaydi. Fa iza ashkala alayhi ma'na kalam al-mustafti sa'ala anhu. Agar savol so'g'uvchining so'zining ma'nisi uningga qiyin kelib qolsa yoki tushunamasa, undan so'raydi. Va in kana yahtaju ila tafsil istafsalahu. Agar tafsili so'rashga ehtiyojli bo'lib qolsa, tafsili deb berishni talab qiladi. Aw zakara tafsil fil javob. Yoki javobda tafsili deydi. Munda bo'lib qolsa anda bo'ldi, munda bo'lib qolsa munda bo'ldi deb tafsili javob beradi. Agar masalan fa iza su'ila an imri'in halaka an bintin. Masalan, bir odam to'g'risida so'ralsa, vafot topdi, an bintin qizi qolib qoldi va qarindosh qolib qoldi va am shaqiq va bir tuqqan tag'isi, ana bir dada bir tuqqan tag'isi qolib qoldi. Buning mirasi qanday ayrıldi deb so'ralsa, falyasal so'raydi az javob berguvchi, qarindoshingiz degani u ona qarindoshmi yoki dada bir ona bilakmi yoki qizil qarindoshmi? Hammani so'raydi. Aw yufassilu fil javob yoki javobda aw qolib qolgan qarindosh qizil bir tuqqan bo'lsa, munda bo'ladi. Ana bir tuqqan bo'lib qolsa, munda bo'ldi deb tafsili javob beradi. Aw yufassilu fil javob degan. Fa in kana lil agar ona bir qarindosh bo'lib qolsa, uningga bir narsa berilmaydi va qiz nisibisini, ya'ni yerimini olib bo'lgandan keyin qolib qolgani am tag'i qolib qoldi deymiz. Va in kana g'ayra agar ona bir emas bo'lib qolsa, fal baqi ba'da fardul bint lahu. Ya'ni qizil bir tuqqan bo'lib qolsa, qiz yerimini olib bo'lgandan keyin qolib qolgani nimaga qilib qoldi? Qarindosh qilib qoldi, tag'i bir narsa berilmaydi deymiz. Demak, tafsili so'rash lozim. Uchinchisi, ayakuna hadiul bal liyatamakkana min tasawwur al-mas'alati wa tatbiqiha 'ala al-adillati ash-shar'iyyah. Kayfiyati tinch. Mas'alani tasavvur qilishning mumkin bo'lishi uchun kayfiyati tinch va uni masalani shar'iy dalillarga tatbiqlash, masalani tasavvur qilishga mumkin bo'lishi uchun kayfiyati tinch bo'lishi kerak. Shuning uchun fala yufti hala inshigali fikrihi. Fikri mashg'ul bo'lgan vaqtda fatvo bermaydi. G'azab bilan yoki g'am bilan yoki zirkinish bilan bunday holatda fatvo berish to'g'ri emas. Va yashtaritu li wujubil fatwa shurut. Fatvoning vojib bo'lishining bir qancha shartlar vojib bo'ladi. Xohlagan savolga fatvo berish to'g'ri emas. Birinchisi wuqu'ul hadisa al-mas'ulu anha. So'ralgan hodisning yuz bergan bo'lishi. Fa illam takun waqi'a. Agar yuz bermagan bo'lsa, lam tajibul fatwa. Fatvo vojib bo'lmaydi. Bermasin bo'ladi. لعدم الضرورة زرات ومغلق uchun. إلا أن يكون قصد السائل التعلم. Agar lekin so'g'uvchining maqsadi o'rganish bo'lib qolsa, fa innahu la yajuzu katmul ilm. O vaqtda ilmni yushish to'g'ri emas deb berish kerak. Bal yajibu anhu, balki vojib bo'ladi. Mata su'ila bi kulli hal. Har qanday holda so'rasa, birdan o'rganish uchun, bilib olishni so'rgan bo'lsa, vaqti vojib bo'ladi. Bunda ishlar yuz bermadi, yuz berganda qilinga desa bo'lmaydi. Ikkinchisi ألا يعلم من حال السائل أن قصده تعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض. İkincisi, so'g'uvchining ahvolidan uning maqsadiningki ta'annut yoki ruxsat izlash yoki olimlarning ko'z qarashini birisi-birisiga urush
ekanligi bilinmasligi lozim. Va undan boshqa maqasid sayyi'a, nachar maqsadlarcha bo'lmasligi lozim. Fa in ulima zalik, agar ashunda shu bilinib qolsa, ya'ni ashunda maqsadvorligi bilinib qolsa, so'g'uvchining ahvolidan fatvo berish vojib bo'lmaydi. Vojib bo'lmaydi. Uchinchisi, fatvoga ma huwa aktaru minhu dararan. Az savol javob bermasa keladigan ziyondan savolga javob bersa keladigan ziyon ko'p bo'lib qolsa, fatvo bermasin bo'ldi. Shunda deydi, alla tarattaba ala al-fatwa ma huwa aktaru minhu dararan. O fatvoga uningdan, ya'ni fatvoga javob bermas savoldan ko'proq bir zararninki kelmaslik kerak. Fa in tarattaba alayha, agar unga zarar kelib qolsa, endi so'rgan savolga javob bersa, texmi bir yomon oqibat kelib chiqadigan bo'lib qolsa, vajaba al-imsak anha. Unga javob berishni to'xtash lozim. Nimishqa daf'an li ashad al-mafsadatayn bi akhaffihima. Ikki mafsadaning eng yengilroq bilan yengilroq ikki mafsadaning eng qattig'iniki yengilroq bilan daf'i qilish uchun. Javob bersa, texmi yomon ish kelib chiqqandan keyin javob bermasa, to'xtash lozim. Endi savol so'g'uvchiga lozim bo'lgan ishlar qaysi desa, savol so'g'uvchi ikkidan ish lozim bo'ladi. Birinchisi ayyurida bi istifta'ihi al-haqq va al-amal bi. Fatvo so'rash bilan haqni tepish va unga amal qilishni iroda qilgan bo'lishi, ruxsat izlamaslik, fatvo berguchini mat qilmasligi va undan boshqa nachar maqsadlar bo'lmasligi lozim. Ikkinchisi alla yastafti illa man ya'lam aw yaghlibu ala dhannihi annahu ahlun lil fatwa. Fatvo so'maslik kerak, illa faqatlam fatvoni uning gumonida u fatvo ahli deb gumon qiladigan yoki biladigan kishidan so'rash kerak. Va yanbaghi yaxtar awthaq al-muftiyin ilman va raw'an. Taqvolik va ilm jihati eng ishonchli kishini tanlash kerak. Vaqil yajib, balki shunda tanlashi vojib bo'ladi deganlar bo'ldi. Xo'sh, davomli o'qitishlar, bizning bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.